Assalomu alaykum hammaga. Bugun Qatardan kelgan mehmonlarim bilan Samarqandni birga aylanamiz. Qani ketdik. Ma'lumot o'rnida aytib ketaman. Men gid bo'lib ishlayman. Gid o'zi kim degan savolga javob pastda qoldirganman. Ertalab soat 11 dan mehmonxonaga kelib oldim. Mehmonlarni olib turimizni boshladik. Plan bo'yicha ketma-ket hamma tarixiy joylarga borib chiqdik va yo'lda bitta narsaga amin bo'ldim. Mol egasiga o'xshamasa degan gap bor. Mening mehmonlarim xuddi o'zimdagi. Konigelga yetib kelganda chiroyli qilib sizlarga bitta o'zim choy damlab beraman deb choynikni olsam, ichida choy yo'q-ku. Voy sharmanda qildingiz aka deb boshqa choynikni olib damlab berdim. Turist xolashga ham "Sen menga o'zbekcha choy damlab berganing uchun men senga haqiqiy arabcha kofe damlab beraman" deb mehmonxonaga taklif qildi. Tur tugagandan keyin ham hattoki mehmonlarga shu darajada tur yoqqanligi uchun yur birga shopping qilaylik deb kelishdi va bordik. Bir payt qarasam, kassada jang ketyapti. Onasi bilan o'g'lini o'rtasida Shahnoza uchun men to'layman, Shahnoza uchun men to'layman deb. Ko'ryapsizlarmi, hayot qanaqa darajada qiyin. Oxirida mana shunaqa heyday qilib mehmonlarimiz bilan mehmonxonaga qaytdik. Mening ekskursiyalarım har doim ingliz tili bo'lgani uchun, bilasizlar, ingliz tili jahon tili. Shuning uchun har doim har xil mehmonlar kelishadi. Har xil davlatlardan. Nima deb o'ylaysizlar, keyingi mehmonlarim qaysi davlatdan bo'lishi mumkin?